Chelson Maxachevning yarim o'rta vaznga o'tishi qo'rqoqlik belgisi deb atadi. Sen mag'lubiyatsiz reytingda birinchi o'rinda turgan chempionsan va seni kimdir jangga chaqirayotganini ko'rib, kamarni tashlab ketyapsan. Bu undan qochishga harakat qilayotganini anglatadi. Hozirgi vaqtda yarim o'rta vazn toifasidagi raqobat kuchayib bormoqda. Islom Maxachev uchun yarim o'rta vaznda hali katta sinovlar kutib turibdi. Charles Oliveira Islom Maxachevning yarim o'rta vaznga o'tishi haqida fikr bildirdi. Joaquin Buckley agar yarim o'rta vaznda Islom Maxachev bilan jang qilsa, u uchun dahshatga aylanishini va'da qildi. Video davomida ushbu yangiliklar haqida batafsil bilib olamiz. Videoga like bosing, biz boshladik. Ushbu video Vanix kompaniyasi tomonidan tayyorlandi. Sport o'yinlaridan pul ishlab olishni xohlaganlarga video kommentariyasidagi ishonchli omad silkasini eslatib o'taman. UFC, futbol va bir qancha sport turlaridan pul ishlab toping. Buning uchun video kommentariyasiga o'tib, ro'yxatdan o'ting. Saytdan ro'yxatdan o'tib, hisobingizni xohlagan summaga to'ldirsangiz, depozitingizga qo'shimcha 3 million so'm bonus qo'shib beriladi. Chempionlar buni qilmaydi. Sondan Maxachevning yarim o'rta vaznga o'tishi haqida gapirdi. Taniqli kommentator va ekspert Chelson fikricha, Maxachevning yarim o'rta vaznga o'tishi va Jack Della Maddalena bilan jang qilish qarori Ilya Topuria bilan to'qnash kelmaslik uchun qilingan harakat. Uning gaplari: Islam Ilya bilan jangdan qochish uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qildi. Bu haqiqat. Men Ilyani tanimayman, lekin Islomni bilaman va hurmat qilaman. Ammo u hatto shu jangdan qochish uchun divizionni tark etdi va kamarini topshirdi. Unga aytishdi: "Agar bu yigit bilan jang qilmasang, biz sening kamaring bilan xayrlashamiz." U javob berdi: "Hech qisi yo'q, olaveringlar." Ilya bundan ortig'ini kutmagan ham bo'lsa kerak. U raqibini titullarini tashlab ketishga majbur qildi. Bu jangdan qochishning eng ochiq ko'rinishi. Boshqa izoh bo'lishi mumkin emas. Senda reytingda birinchi o'rinni egallab turgan mag'lubiyatsiz jahon chempioni bor. U seni ta'qib qilmoqda va shu sababli o'z divizionini tark etdi. U sening orqangdan borish uchun kamaridan voz kechdi. Lekin sen u bilan jang qilishdan qochishga shunchalik sodiqsanki, shunchaki kamardan voz kechmaysan, divizionni tark etasan. Hammasi u bilan jang qilmaslik uchun. Chempionlar buni qilmasligi kerak. Dada Chelson. Menimcha Islom to'g'ri qaror qabul qildi. Chunki yarim o'rta vazn toifasi juda raqobatdosh. Bu yangi chaqiriqlar va yutuqlar. Yengil vazn toifasi esa hozirda tanazzulga yuz tutmoqda. Sizningcha Islom Ilyadan qochdimi? Shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib keting. 28-iyun kuni UFC 317 turnirida Topuria va Oliveira vakant kamar uchun jang qiladi. Maxachev va Maddalena jangi esa kuzda katta ehtimol bilan oktyabr oyida o'tkazilishi kafolatlangan. Charles Oliveira Islom Maxachevning yarim o'rta vaznga o'tishi haqida fikr bildirdi. Uning gaplari: Bu qaror atrofida juda ko'p gap so'zlar bor. Ba'zilar u endi vazn tashlay olmagani uchun o'tdi deysa, boshqalar u yangi chaqiruvlar izlab ketdi deyshmoqda. Menimcha Maxachev juda aqlli va kuchli jangchi. U yarim o'rta vaznda ham shov-shuv ko'tarishi aniq. Ehtimol vazn tushirish unga chindan ham qiyinlashgan. Oxirgi 2 jangda biz bir turnirda qatnashganimizda u holdan toygan ko'rinar edi. Shuning uchun o'ylaymanki, u to'g'ri qaror qabul qildi. Maddalena masalasiga kelsak, u xavfli raqib. Yaxshi harakatlanadi va kurashdan yaxshi himoyalana oladi. Bu zo'r jang bo'ladi. Lekin men ishonamanki, Islom undan o'tib keta oladi. Dada Charles Oliveira. Joaquin Buckley agar yarim o'rta vaznda Islom Maxachev bilan to'qnashsa, u uchun dahshatga aylanishini va'da qildi. Uning gaplari: Men Islom uchun eng yomon tushga aylanaman, chunki men uning eng ko'p qo'rqadigan narsalarini amalga oshira olaman. O'zimni istalgan raqibga qarshi sinab ko'rishga tayyorman, hattoki eng zo'rlarga qarshi ham. Islomning familiyasi yonida men uchun juda qiziqarli raqam bor. Bu raqam pound for poundning birinchi o'rni. U yarim o'rta vaznga o'tyapti. Endi bu diviziondagi barcha jangchilar u bilan jang qilishni orzu qilishmoqda. U hammaga kerakli eng yaxshi raqib. Men bilan u o'rtasida oldin hech qanday aloqa bo'lmagan, lekin jangimizdan oldin u men haqimda juda ko'p narsani bilib oladi. Dada Joaquin Buckley. Ilya Topuria Maxachev haqida gapirdi. Agar Maxachev yengil vaznga qaytishga qaror qilsa, navbatda tursin. U o'zini hammasi go'yoki faqat unga bog'liqdek tutdi. Lekin men boshidanoq aniq qilib aytganman. Bu yerda boshliq menman. Kim so'zini ish bilan isbotladi? Menmi yoki u? Oliveiraga qarshi jangdan keyin kamar meniki va titul uchun da'vogarlar yetarlicha topiladi. Dada Ilya Topuria. Menimcha UFC Islomni chempionlik kamaridan voz kechishga majbur qilmasligi kerak edi. Agar siz Islomni kamarini bo'shatishga majbur qilsangiz, unda Jon Jonsni ham chempionlikdan ozod qilishingiz kerak. Islom 4 marta kamarini himoya qildi va qisqa muddatda raqiblar bilan jang qildi. Unga 2 vazn toifasi chempion bo'lish imkoniyatini berish kerak edi. Video va yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan doimgidek tahlil kanalida ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.